Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xenim namlıq tarihi romanның davamı. 7. Hindiqush Mirza məğlub bolğan Akufka sərkərdlərinin Qashqarga aman esan qaçıb berilishi uchun fursat yaratib berish maqsadida lashkarlarni editlash bahonasi bilan shu kuni soydan midirlamadi. Әтсі ош вақты білән yoluq chiqishga taraddudlanib turib edi. Bargohi oliga xos mahrimi kirib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, Ostondin xon olilarining farmonini ilib, Shohzoda Nurdinxon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pir buzruk hazratlari keldi. Hindiqush Mirza bu tasodifiy xabardan bir oz taajjublandi-yu, ortiqcha o'ylanib turmay, ularning oldiga istiqboliga chiqdi. Qarorgoh sirtida Nurdinxon 5 nafar xos nökri bilan, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon 5 nafar so'pi darvishlari bilan Hindiqush Mirzani kutib turadi. Hindiqush Mirza ular bilan salom sahat qilishib, hol ahvol so'rashgandan keyin bargohi oliga boshlab kirdi-da, Shohzoda Nurdinxon bilan Xo'ja Abdulla Eshonni to'rga boshladi. Uningcha Farmonchibek xon yorliqini jakoladi. Farmoni oli! Hindiqush Mirza qatorliq barliq cho'ng kichik sarkardalar qo'l bog'lab turishdi. Farmonchibek shohona qopchuqdagi qog'ozni elib o'qishga boshladi. Yorliq! Bismillahirrohmanirrohim. Menki Yakan Saidiya saltanatining xoqoni Sultan Abdullah Xon shundoq yorliq qilamanki, Janobi Amri Kabir Hindiqush Mirza farmonga binoan Qashqarga jazo yurishi qilib ko'p riyozat chekdi. Saltanatimizning tavarruk Peshvo Bahodirning yoshinib qolganligi sabablik lashkari yurishlarda ortiqcha riyozat chekmagay. O'rniga qaytib kelib, xonliqimizning lashkari ishlariga posibon bo'lib turg'ay. O'rniga Shohzoda Nurdinxon Vasilaga jazo yurishi qilg'uchi qo'shinning amir lashkarlik ishlarini junqurg'ay. Muhtaram Piri Buzruk Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari Shohzodaga otaliq bo'lib, Qashqardagi ra'iyatning shikastlangan ko'nglini aram topqizg'ay. Ozg'unlarga rahnama bo'lg'ay. Malika muhtaram xonim Amri Kabir janoblari bilan o'rniga birga qaytib kelgay. Yorliq tamom vassalom. Bu yerdagi otaliq degan gap ustoz, shohzodalarning ustozi, maslahatchi degan gapkan. Rahnama degan yo'l ko'rsatguchi degan ma'no ekan. On hazratimning mehr shafqatiga hashqalloh dedi Hindiqush Mirza yorliqni qo'liga ilib turib. Malika muhtaram xonimning xon lashkarlari bilan billa Qashqarga bog'usi bo'lmasimi? Qashqarga bog'usi bo'lsimi, xon yorliqiga qarshi chiqishga petnamay, Hindiqush Mirza bilan shu kunlar Ostoniga yurib ketdi. Aslida Sultan Abdullah Xon cho'ng o'g'li Shohzoda Yo'lvosxonni vali ahdlikdan qoldirib, Qashqarning noib amirlik martabasini ilib tashlagandan keyin, ikkinchi o'g'li Aqsuning noib amiri Shohzoda Nurdinxonni vali ahdi deb jakolab, Qashqarning noib amirligiga belgilab, yorliq tushirib, uni Aqsudan qaytirib kelgan edi. Vali ahdi bo'g'ichini noib amir qilib belgilash Saidiya xonlarining an'anasiga o'ylanib qolgan edi. Shohzoda Nurdinxon yorliqni topshirib ilibla yo'lga chiqib, Avot, bu yerdagi Avot degan hozirgi Avot noyisi deydi. G'oruchul degani Avot noyisidagi bir yurt ekan. Pichoq sundi degani Avot noyisidagi bir yurt ekan. Tumshuq degani Avot noyisidagi o'mi bir yurt ekan. Maralbeshi Avot noyisidagi bir yurt bo'mi. Oqsoq Maral, Seriq Buya. Oqsoq Maral degani Avot noyisidagi bir yurt ekan. Seriq Buya Maralbeshi tavasidagi bir yurt ekan. Shehiddim.
Şehitdöng degeni Мәккет nahiyesideki bir yez ekan. Hangdi degeni Yakan nahiyesi tavasidagi bir yurt ekan. Ilishqo degeni Yakan nahiyesi tavasidagi bir yurtning ismi ekan. Qatarliq Yakan daryo vodisiga joylashgan yurtlarni kesib o'tadigan, Oqsudan Ostoniga akiladigan udul yo'l bilan tezlik yetib kelganligi uchun Abdullah xon uni Qashqarga to'xtatmayla yo'lga solgan edi. Amri Kabir Hinduqush mirzini yorliq tushirib, o'rniga qaytarib kelishida buningdan boshqa cho'ng sababmi yo'q edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon bo'lsa, bir kecha etikobda o'tirib, Avliya mashoyixlar bilan muloqotda bo'lib, avliya anbiyolardan Shahzoda Nurdin xonga hamroh bo'lib Qashqarga berish haqida bishorat olganligini Sulton Abdullah xonga aytganligi uchun Abdullah xon uni Shahzodaga otaliq qilib belgilab, Shahzoda bilan Qashqarga berishga ijozat qilgan edi. Shunga u murid muxlislari orasidan kuch quvvati urg'ib turadigan 500 nafar so'pi darvishni ergashtirgunicha Shahzoda bilan birga kelgan bo'lib, uning nima uchun Qashqarga berishni xohlab qolganligini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Amdila 30 yoshning qarisini olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon 1646-yili o'lib ketgan Isoqiya sulkining peshvosi Xo'ja Shodi Eshonning yetim qolgan ikki Maxtumzodasining cho'ngi edi. U xalifa Said Muhammad Xo'janing tarbiyasida cho'ng bo'lib, ahli sulk ilmida kamolatga yetib, Yakan Saidiya xonligi tavasidagi Isoqiya sulkidagi Qoratog'liq murid muxlislarning mashhur piri buzurgiga aylangan edi. Bu Maxtumzodiga Sultan Abdullah xonmu qo'l berib murid bo'lgan bo'lib, o'rnida alohida hurmat martabasi bor edi. U buningdan bir necha yil avval Olaydan Oqsuga berib, suluk tavratkash Shahzoda Nurdin xonni ahli sulukka da'vat qilib, o'ziga murid qilib ulgurgan edi. Shahzoda Nurdin xon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon Amri Kabir Hinduqush mirzo Malika muhtaram xonimlar bilan xo'shlashiblar. Asirga tushgan Qashqar lashkarlarini xon lashkarlari orasiga tarqitib, jazo yurishi qilg'uchi qo'shinni boshlab, Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Yengsarda oldiga istiqboliga chiqqan sarkarda Shirali Bahodirni yanala Yengsar qal'asini saqlashga qoldirib, safarini davomlashtirdi-da, Xubdan bilan Qizil daryosining bo'yiga tushkun qildi. Әдісі ош вақты білән Қашқар шәһриге қаршылықсызла кіріп келді. Әстіде Шахзад yol басқан bu қытымқи қаттық мәғлубиетіден Қашқарны сақлап қылышқа көз етмей, қалды қатты сәркәрді ләшкәлері білән балы чақаларыны әгәштіріп, ұйратладың панақлық тіліп, олы бұрын кетіп қалған еді. Бұядығы ұйратла дегені Моңғолларның ұйрат қабилесі дейді. Пәхәс болсыла, ей мөхтәрәм вәли әхтәм. Акылыры Шахзад yol басқан кеткен білән, шәһәрдә акылырыны yolдан аздырып, Jonabi pədəri Xaqanğa bayqut qılışqa qutratqan, azğun, nakəs əğyarlar texi bardır. Bu mulhid, murtadlarni jazolamay turib, saltanat və rəiyyətə xotirjamlik yoxdur. Dedi Xo'ja Abdullah Eshon əmdila orduga joylashgan Shahzoda Nurdin xonga aqlga o'rgatib. Ori, shundoq qilayli. Men hozirla farmon jakarlab, Janobi Piri Buzruk. Men hozirla farmon jakarlay, Janobi Piri Buzruk. Dedi Shahzoda Nurdin xon sharob xumarini besishga oldirib, neri berisini o'ylab o'tirmayla. Shunda qilib Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonning aqli ko'ztishi, Mayxo'r Shahzodaning farmon tushirishi bilan Xo'ja Abdullah Eshonning boshchiligida Asi murtadlarni jazolash, fosiq qadimini tozalash maqsadida Qashqar shahrida bir kun qirg'in bo'ldi. Gerçi bu qirg'inni Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon ashaddiy raqibi, Ishqiya sulkining peshvosi Xo'ja Hidoyatullah Eshonning muridlaridan o'ch edish maqsadida planlab ro'yobga chiqargan bo'lsa-mu, Shahzoda Nurdin xonning osiylarni jazolash haqidagi farmonda osiylarni o'ldirib,
tugatkuchilarga ularning mol mulki inom qilindi degan mazmun bo'lganligi uchun to'polondan to'g'ash o'g'irlab haromdan mol dunyo yig'ish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan bir qism oshko'z qora niyat sarkarda lashkarlar oldiga uchirganligi begunoh Qashqar aholisini qirib tashlab mol mulkini bo'ldi. Xo'ja Abdulla Ishon boshlab kelgan 500 dan ortiq ashaddiy Isoqiya muridlari eng oldida jallodlik vazifasini o'tab mangdi. Manglagan Qashqar xalqi ahli suluk g'ovg'asining begunoh qurboniga aylandi. Qashqar shahrida qon eriq bo'lib oqdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon bo'lsa, Qashqarda Isoqiya sulukining kuch-qudratini namoyish qilib, bu qitim to'liq puxadan chiqdi. Ishqiya sulukining peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning kuch ko'tishi bilan ko'tarilgan ota-bola o'tirsidagi bu taxit talashish majrosida Isoqiya suluki ustunlikni egalladi. Urush boshlanib oxirlashguncha bo'lgan bir hafta ichida jangda o'lganlar, issiq o'tib ketib, kasallik sababidan o'lganlar va Qashqardagi qirg'inchilikda o'lganlar bo'lib, eng oz deganda 10 mingdan ortiq lashkar va ishqiya sulkidagi begunoh xalq aziz jindan ayrildi. Ularning gunohi faqat Saidiya xonligini qo'g'dash uchun lashkariy majburiyat o'taganligi va nodonligidan sulukka kirganligidan iborat edi xolos. Ayni vaqtda bu fojiani o'z ko'zi bilan ko'rgan mashhur tarixchi Isoqiya sulukining sadoqatman muridi Shoh Mahmud Churos Tavarix nomli mashhur asrida zo'rliq, o'ktamlik va qirg'inchiliklar kishilarni tasvirligisiz qiyin holga tushirib qo'ydi deb odillik bilan yezib qo'ydi.